Assalomu alaykum Hikoluz obunachilari. Xo'p, bugun aynan nega go'sht yo'nalishida Hikol quyollari boqiladi? Shunga asosan 3 ta sabab aytib o'tamiz. Birinchidan, bola ko'p tug'adi. 11 ta, 14 ta, 12 ta, 11 ta, 15 talab tug'adi. Sababi o'shanga bolalarni yaxshi katta qilib beradi hammasini. Go'sht yo'nalishida o'shaning uchun Hikol quyonlar boqiladi. Bolani yaxshi beradi, bolasi yaxshi o'sadi. O'shanga ko'pincha quyonchilar Hikol boqadi go'sht yo'nalishi bo'yicha. Mana okalar yana bitta spoti hozir yaqinda tug'ilibdi mana. Hamma yoq qon bo'yotibdi. Hozir sanab o'tamiz sizlar bilan birgalikda nechta tug'ganini. Tak. Bitta. Bitta. Ikkita. 3 ta. 4 ta. 6 ta, 8 ta, 10 ta, 11, 12, 13 ta. 13 ta tug'ibdi. Hammasini emizibdi. Hammasini emizibdi. Mana 13 ta hozir yaqinda tug'gan shu quyonimiz. Alloh barakasini bersin, o'zidan ko'paysin. 13 ta hozir tug'gan.